Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Bugun men barcha pensionerlar uchun juda muhim bo'lgan masalani tushunarli qilib aytib bermoqchiman. Bu mavzu zudlik bilan barcha pensionerlarga tegishli. Chunki pensiya puli, qo'shimcha to'lov, hujjatdagi xato, bank kartasi, kompensatsiya yoki qayta hisob-kitob masalasi ozgina beparvolik ham odamning o'ziga tegishli pulni vaqtida ola olmay qolishiga sabab bo'lishi mumkin. Men sizga qo'rqitish uchun emas, ogohlantirish uchun murojaat qilyapman. Chunki ko'p hollarda pensionerlar menga baribir pensiya tushyapti-ku deb o'ylaydi. Lekin pensiya tushayotgani uning to'liq va to'g'ri hisoblanayotganini anglatmaydi. Ba'zan odamga qo'shimcha ustama tegishli bo'ladi, lekin u ariza bermagani uchun olmaydi. Ba'zan ish staji noto'g'ri kiritilgan bo'ladi. Ba'zan bank kartasi muddati tugaydi, plastik almashtirilmaydi, keyin pul kechikadi. Ba'zan esa odam boshqa hududga ko'chadi. Ro'yxatdan o'tish masalasi o'zgaradi. Pensiya to'lovi vaqtincha to'xtab qolishi mumkin. Shuning uchun hozir aytiladigan ma'lumot har bir pensionerga, pensionerning farzandlariga, kelin-kuyovlariga, nabiralariga ham tegishli. Agar oilangizda nafaqadagi ota-onangiz, bobongiz bo'lsa, bu videoni oxirigacha eshiting. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosib qo'ying. Chunki bunday ogohlantiruvchi ma'lumotlar ko'pchilikka o'z vaqtida yetib borishi kerak. Men avvalo masalaning ildizini tushuntiraman. Ilgari ko'p ishlar qog'oz hujjatlar orqali yurardi. Pensioner biror masala bo'yicha pensiya jamg'armasiga yoki tegishli tashkilotga borardi. Hujjat topshirardi, keyin javob kutardi. Kimningdir mehnat daftarchasida yozuv aniq bo'lmasa, kimningdir ish staji arxivda qolib ketgan bo'lsa, kimdir tug'ilganlik, nikoh nogironlik, boquvchisini yo'qotganlik yoki boshqa hujjatlarni alohida olib borish kerak bo'lardi. Odamlar ko'pincha menga shunday hisoblab berishgan, demak to'g'ri deb ishonib yurishardi. Hozir esa ko'p jarayonlar raqamlashtirilmoqda. Ma'lumotlar elektron bazalarda solishtiriladi. Pensiya hisoblashda ish staji, ish haqi, shaxsiy ma'lumotlar, bank rekvizitlari, yashash manzili, nogironlik holati, qarindoshlik yoki qaramog'idagi shaxslar haqida ma'lumotlar turli bazalardan olinadi. Bu yaxshi tomoni, chunki inson omili kamayadi. Ayrim xizmatlar tezlashadi. Lekin buning xavfli tomoni ham bor. Bazadagi bitta xato odamning pensiya to'loviga bevosita ta'sir qilishi mumkin. Masalan, odamning familiyasida bitta harf noto'g'ri yozilgan bo'lsa, tug'ilgan sanasida farq bo'lsa, pasport ma'lumoti yangilanmagan bo'lsa, bank kartasi boshqa raqamga bog'langan bo'lsa yoki eski hujjatdagi ish staji elektron bazaga to'lib tushmagan bo'lsa, natijada pensiya miqdori, ustama yoki to'lov muddati bo'yicha muammo chiqishi mumkin. Eng yomoni, pensioner buni darhol bilmasligi mumkin. U faqat puli kamayganda, kechikkanda yoki umuman tushmaganda sezadi. Shuning uchun hozirgi vaziyatda eng muhim narsa shuki, har bir pensioner o'z pensiyasi qanday hisoblanganini, qanday asoslarda to'lanayotganini, unga qo'shimcha to'lovlar tegishli yoki tegishli emasligini tekshirtirib turish kerak. Men buni shunchaki maslahat sifatida emas, amaliy zarurat sifatida aytyapman. Birinchi navbatda har bir pensioner 3 ta savolga javob topishi kerak. Birinchisi, menga pensiya qaysi staj va qaysi ish haqi asosida hisoblangan? Ikkinchisi, menga qo'shimcha ustama, imtiyoz yoki kompensatsiya tegishlimi? Uchinchisi, mening hujjatlarim va bank ma'lumotlarim hozirgi bazalarda to'g'rimi? Oddiy misol keltiraman. Faraz qiling, 6 takaji yoshli otaxon 37 yil ishlagan. Lekin pensiya tayinlanganda uning 31 yillik staji hisobga olingan. Chunki 6 yillik ish joyi arxivdan tasdiqlanmagan. Otaxon esa ishlaganman-ku, hamma biladi deb yuraveradi. Lekin tizim og'zaki gapga emas, hujjatga qaraydi. Agar keyinroq arxivdan ma'lumotnoma topilsa, mehnat daftarchasidagi yozuv tasdiqlansa yoki tegishli tashkilotdan rasmiy hujjat olinsa, pensiyani qayta hisoblash masalasi ko'tarilishi mumkin. Bu esa odamning oylik pensiyasiga ta'sir qiladi. Ba'zan farq 1000 so'm bo'ladi. Ba'zan 1000 ming, ba'zan undan ham ko'proq bo'lishi mumkin. Bu raqamlar kichikdek tuyuladi, lekin yil davomida 1000 so'm farq 1 million 800 ming so'm degani. Yana bir misol. Bir ayol 25 yil ishlagan. Keyin uyda farzand tarbiyasi bilan shug'ullangan. Pensiya hujjatlari rasmiylashtirilganda uning ayrim davrlari to'liq inobatga olinmagan bo'lishi mumkin. Bunday holatda u mehnat daftarchasini, ish joyidan ma'lumotnomalarni, arxiv hujjatlarini, bolalar tug'ilganlik guvohnomalarini, zarur bo'lsa nikoh guvohnomasini tekshirtirish kerak. Chunki ayollarda
familiya o'zgargani sababli eski hujjat va hozirgi pasport ma'lumoti bir-biriga to'g'ri kelmay qoladigan holatlar ko'p uchraydi. Masalan, ish daftarchasida qiz familiyasi yozilgan. Hozirgi pasportda turmushdan keyingi familiya. Agar bu bog'liqlik hujjat bilan tasdiqlanmasa, ayrim ma'lumotlar tizimda ajralib qolishi mumkin. Kimlar albatta xavotir olishi kerak. Men bu yerda vahima demayman. Aynan tekshiruv zarurligini aytyapman. Birinchidan, pensiyasi kutilgandan kam chiqayotganlar. Ikkinchidan, uzoq yillik ish stajiga ega bo'lsa ham pensiyasi minimal miqdorga yaqin bo'lganlar. Uchinchidan, sovxoz, kolxoz, zavod, qurilish, mavsumiy ishlar, xususiy korxona yoki tugatilgan tashkilotlarda ishlaganlar. To'rtinchidan, mehnat daftarchasi yo'qolgan, buzilgan yoki yozuvlari noaniq bo'lganlar. Beshinchidan, nogironlik pensiyasi, o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasi yoki ijtimoiy nafaqa olayotganlar. Oltinchidan, boshqa viloyatdan ko'chib kelgan yoki chet elga borib kelib yurgan pensionerlar. Kimlar unchalik xavotir olmasligi mumkin? Agar siz yaqinda pensiyaga chiqqan bo'lsangiz, barcha ish stajingiz elektron tizimda to'liq ko'ringan bo'lsa, ish haqi va hujjatlaringiz bo'yicha rasmiy javob olgan bo'lsangiz, bank kartangiz faol bo'lsa, pasportingiz, manzilingiz va telefon raqamingiz yangilangan bo'lsa, albatta xavotir darajasi pastroq. Lekin bu umuman tekshirmasa ham bo'ladi degani emas. Men har bir pensionerga kamida yiliga bir marta o'z ma'lumotlarini ko'rib chiqishni tavsiya qilaman. Endi qo'shimcha to'lovlar masalasiga to'xtalay. Ayrim pensionerlar o'ziga tegishli imtiyozni bilmaydi. Masalan, nogironligi bo'lgan shaxslar, urush qatnashchilari yoki ularga tenglashtirilgan ayrim toifadagi fuqarolar, yolg'iz keksalar, boquvchisini yo'qotgan oilalar, qaramog'ida mehnatga layoqatsiz shaxs bo'lganlar. Ayrim kasb va soha vakillari uchun turli asoslarda ustama yoki alohida tartiblar bo'lishi mumkin. Men bu yerda hamma to'y uchun bitta umumiy raqam ayta olmayman, chunki har bir holat qonuniy asos. Hujjat va shaxsiy vaziyatga qarab ko'riladi. Lekin muhim nuqta shuki, siz o'zingizga tegishli imkoniyat borligini so'ramasangiz, ba'zan hech kim kelib uyingizda sizga mana bu ham tegishli ekan deb aytmaydi. Masalan, yetim 2 yoshli onaxon yolg'iz yashaydi, farzandlari boshqa tumanda. U ijtimoiy yordamga muhtoj, lekin hech qachon mahallaga murojaat qilmagan. Natijada kommunal to'lovlar, dori-darmon, parvarish, yordamchi xizmatlar bo'yicha imkoniyatlardan bexabar yuradi. Yoki boshqa bir otaxon nogironlik guruhi bo'yicha hujjatni yangilash kerak, lekin muddati tugaganini bilmay qoladi. Keyin to'lov yoki ustama masalasida uzilish paydo bo'ladi. Bunday muammolar ko'pincha davlat bermayapti degan gap bilan izohlanadi. Aslida esa hujjat o'z vaqtida yangilanmagan bo'ladi. Bank kartasi va to'lov usuli ham alohida muhim. Hozir pensiyalar ko'pincha bank kartasiga tushadi. Karta muddati tugagan bo'lsa, karta bloklangan bo'lsa, PIN kod bilan muammo bo'lsa, telefon raqami boshqa odam nomida bo'lsa yoki pensioner kartasini farzandiga berib qo'ygan bo'lsa, keyin pul nazorati yo'qoladi. Men ochiq aytaman, pensionerning kartasi pensionerning o'zida bo'lishi kerak. Agar sog'ligi tufayli o'zi ishlata olmasa, ishonchli yordamchi bo'lishi mumkin. Lekin har bir yechim qonuniy va shaffof bo'lishi kerak. Chunki amaliyotda shunday holatlar bor. Pensioner pulim kam tushyapti deb o'ylaydi. Aslida kartadan pulni boshqalar yechib olayotgan bo'ladi. Yoki SMS xabar boshqa telefon raqamiga ulangan. Pensioner pul tushganini ham bilmaydi. Endi ko'pchilik e'tibor bermaydigan istisnolar va nozik jihatlarni aytaman. Birinchi nozik masala, pensiya qayta hisoblanishi hamisha avtomatik bo'lmaydi. Ayrim o'zgarishlar tizimda ko'rinishi mumkin, lekin sizdan ariza, hujjat yoki tasdiq talab qilinadigan holatlar bor. Masalan, ilgari hisobga olinmagan ish staji topildi. Bu holatda tizim o'zi ko'rib oladi deb kutish noto'g'ri. Siz ariza bilan murojaat qilishingiz, hujjatni ilova qilishingiz va javobni yozma shaklida olishingiz kerak. Ikkinchi nozik masala, og'zaki javob bilan cheklanib qolmang. Ko'p odam idoraga boradi, navbatda turadi, xodimga savol beradi. Xodim sizda hammasi joyida deydi. Odam uyga qaytadi. Lekin keyin muammo chiqsa, menga shunday deyishgan edi degan gapni isbotlash qiyin. Shuning uchun muhim masalalarda yozma murojaat qiling. Arizangiz qabul qilingani haqida raqam, sana yoki tasdiq oling. Elektron murojaat yuborsangiz, javobini saqlab qo'ying. Bu sizni himoya qiladi. Bu sizni himoya qiladi. Uchinchi nozik masala hujjatlardagi ism familiya farqi. Ayniqsa ayollarda ruscha va o'zbekcha yozuvlarda eski kiril va yangi lotin yozuvida farqlar uchraydi. Masalan,
Gulnora bir hujjatda Gulnora, boshqa hujjatda Gulnora bo'lishi mumkin. O'g'li yoki o'g'li, qizi yoki kizi kabi yozuvlar ham farq qiladi. Bunday farqlar ahamiyatsiz deb ko'rinsa ham, elektron tizimlar uchun bu boshqa odamdek ko'rinishi mumkin. Shuning uchun hujjatlarni birma-bir solishtirish kerak. 4-masala, eski ish tugatilgan bo'lsa ham, bu stajni tiklab bo'lmaydi degani emas. Ko'p pensioner u zavod allaqachon yopilgan, endi nima qilaman deb o'ylaydi. Lekin tugatilgan tashkilotlarning hujjatlari arxivga topshirilgan bo'lishi mumkin. Tuman yoki viloyat arxiviga murojaat qilish, sobiq tashkilotning huquqiy vorisini aniqlash, bandlik yoki soliq organlari orqali ma'lumot izlash mumkin. Albatta bu vaqt oladi. Lekin agar 5-10 yillik staj masalasi bo'lsa, bu harakat o'zini oqlashi mumkin. 5-chi, chet elga chiqish va uzoq muddat yashash. Agar pensioner uzoq muddat boshqa davlatda bo'lsa, to'lov tartibi, bank operatsiyalari, yashash manzili va tasdiqlovchi hujjatlar bo'yicha alohida talablar bo'lishi mumkin. Bu masalada aniq vaziyatga qarab pensiya jamg'armasi yoki vakolatli organdan rasmiy ma'lumot olish kerak. Qo'shnim shunday qilgan ekan degan maslahat bilan ish tutish xavfli. 6-masala. Meros va vafot etgan pensionerning olmay qolgan pullari. Afsuski, hayotda shunday holatlar bo'ladi. Pensioner vafot etadi, lekin oxirgi oy puli yoki olinmay qolgan to'lovlar masalasi ochiq qoladi. Bunda oila a'zolari qaysi to'lovlar hisoblangan, qaysilari olingan, qaysilari olinmaganini aniqlash kerak. Bankdan ko'chirma, pensiya organidan ma'lumot, meros hujjatlari kerak bo'lishi mumkin. Buni ham vaqtida so'ramasa, keyin hujjat yig'ish qiyinlashadi. 7-nozik jihat ortiqcha to'lov masalasi. Ba'zan odamga xato sababli ko'proq pul tushib qolishi mumkin. Ko'pchilik tushdimi, demak meniki deb o'ylaydi. Lekin agar ortiqcha to'lov qonuniy asossiz bo'lsa, keyinchalik qaytarish talab qilinishi mumkin. Shuning uchun pensiyangiz odatdagidan keskin ko'p tushsa, sababini aniqlang. Bu bonusmi? Qayta hisob-kitobmi? Kompensatsiyami yoki texnik xatomi? Rasmiy tushuntirish oling. Aqsolda bir necha oydan keyin qarzdorlikdan noxush xabar chiqishi mumkin. Endi eng kerakli qismga o'tamiz. Pensioner hozir nima qilish kerak? Men buni qadam-qadam tushuntiraman. Birinchi qadam, barcha asosiy hujjatlarni bir joyga yig'ing. Pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi bo'lsa, mehnat daftarchasi, ish joylaridan ma'lumotnomalar, arxiv hujjatlari. Bank karta ma'lumotlari, nogironlik bo'yicha ma'lumotnoma, nikoh yoki familiya o'zgarishini tasdiqlovchi hujjatlar, farzandlar tug'ilganlik guvohnomasi, boquvchisini yo'qotganlikka oid hujjatlar. Sud qarori yoki boshqa tasdiqlovchi hujjatlar bo'lsa, hammasini alohida papkaga soling. Asl nusxalarini uyda saqlang, idoraga borganda nusxa olib boring. Ikkinchi qadam, pensiya tayinlangan asosini tekshirtiring. Buning uchun hududingizdagi pensiya jamg'armasi bo'limiga yoki davlat xizmatlari orqali tegishli tartibda murojaat qilishingiz mumkin. Savolni umumiy bermang. Mening pensiyam to'g'rimi desangiz, javob ham umumiy bo'lishi mumkin. Aniq yozing. Mening pensiyam qaysi ish staji va qaysi ish haqi asosida hisoblanganini ko'rsatib berishingizni so'rayman. Hisobga olinmagan davrlar mavjud bo'lsa, yozma ravishda ma'lum qilishingizni so'rayman. 3-qadam, ish stajingizni ro'yxat qilib chiqing. Qaysi yildan qaysi yilgacha qayerda ishlagansiz, lavozimingiz nima bo'lgan, tashkilot hozir bormi yoki yo'qmi? Mehnat daftarchasida yozuv bormi, muhr aniqmi, buyruq raqami ko'rsatilganmi? Shularni yozing. Masalan, 1985 yillar tuman qurilish boshqarmasi, 1985-1993 yillar paxta zavodi, 1993-2000 yillar maktab, 2010 yillar xususiy korxona. Shu ro'yxat bilan borilsa, xodimga ham tushunarli bo'ladi. O'zingiz ham nimani tekshirayotganingizni bilasiz. 4-qadam, agar hujjat yetishmasa, arxivga murojaat qiling. Arxivga yoziladigan murojaatda ism, familiyangiz, tug'ilgan sanangiz, ishlagan tashkilotingiz nomi, taxminiy ishlagan yillaringiz, lavozimingiz va ma'lumot nima uchun kerakligi ko'rsatiladi. Pensiya qayta hisoblash uchun ish staji va ish haqida arxiv ma'lumotnomasi berishingizni so'rayman deb yozish mumkin. Agar tashkilot nomi o'zgargan bo'lsa, eski nomini ham, esingizda bo'lsa, yangi nomini ham yozing. 5-qadam, bank kartangizni tekshiring. Karta muddati tugamaganmi? SMS xabar qaysi raqamga ulangan? Karta bloklanmaganmi? Pensiya aynan shu kartaga tushyaptimi? Boshqa odam karta orqali pulni yechib olmayaptimi? Bularni aniqlang.
Agar karta eskirgan bo'lsa, bankka borib yangilang. Agar telefon raqami o'zgargan bo'lsa, bankda va tegishli idoralarda yangilating. Agar pensioner kartadan foydalana olmasa, yaqinlar unga yordam bersin. Lekin har oy qancha pul tushgani va qancha yechilgani haqida pensionerning o'zi ham xabardor bo'lsin. 6-qadam yozma murojaat va javoblarni saqlang. Har bir ariza, har bir javob, har bir ma'lumotnoma bank ko'chirmasi. Arxiv javobi tibbiy xulosa nusxasini alohida papkaga joylang. Men ko'p ko'rganman, odam 1 yil oldin olgan muhim qog'ozni yo'qotadi. Keyin yana boshdan yuradi. Hujjatlar tartibli bo'lsa, muammoni hal qilish 2 barobar osonlashadi. 7-qadam. Agar javobdan norozi bo'lsangiz, yuqori turuvchi organga yoki qonuniy tartibda shikoyat qiling. Lekin shikoyat hissiyot bilan emas, dalil bilan yoziladi. Menga kam berishyapti deb emas, falon yildan falon yilgacha bo'lgan ish stajim hisobga olinmagan. Ilovada arxiv ma'lumotnomasi mavjud. Pensiyamni qayta hisoblab berishingizni so'rayman deb yoziladi. Dalil bo'lsa. Murojaat kuchli bo'ladi. 8-qadam. Oiladagi yoshlar pensionerlarga yordam bersin. Men farzandlar va nabiralarga alohida murojaat qilaman. Ota-onangiz telefon orqali elektron xizmatdan foydalana olmasligi mumkin. Ular navbat kutishdan, idoraga borishdan charchashi mumkin. Siz bir kun vaqt ajratib hujjatlarni tartibga solsangiz, bank kartasini tekshirsangiz, murojaat matnini yozib bersangiz, ularning oylik daromadi va huquqini himoya qilgan bo'lasiz. Bu faqat moddiy yordam emas, bu hurmat va mas'uliyatdir. 9-qadam. Shubhali qo'ng'iroq va aldovlardan ehtiyot bo'ling. Hech kimga telefon orqali karta raqami, SMS kod, PIN kod, pasport ma'lumotlarini aytmang. Pensiyangiz oshdi, kartangizni tasdiqlang. Kompensatsiya beramiz, kodni ayting. Davlatdan yordam chiqdi, oldindan to'lov qiling degan gaplarga ishonmang. Rasmiy idoralar sizdan SMS kod so'ramaydi. Agar shubha bo'lsa, telefonni qo'ying va o'zingiz bilgan rasmiy raqamga qo'ng'iroq qiling yoki bankka boring. 10-qadam. Har oy pensiya tushumini tekshirib boring. O'tgan oy qancha tushdi? Bu oy qancha tushdi? Farq nimadan? Qo'shimcha to'lov bormi? Ushlanma bormi? Bank komissiyasi bormi? Bularni bilish kerak. Agar pensiya birdan kamayib qolsa, kutmang. Shu oyning o'zida sababini so'rang. Chunki muammo vaqtida aniqlansa, uni hal qilish osonroq bo'ladi. Men bugun aytganlarimning asosiy ma'nosi shuki, pensioner o'z huquqini bilsa, hujjatini tartibga solsa, pensiyasini tekshirtirib tursa va har bir muhim masalada yozma javob olsa, ko'p muammolarning oldi olinadi. Pensiya bu shunchaki oylik to'lov emas, bu odamning yillar davomida qilgan mehnati. Qonuniy huquqi va kundalik hayotidagi asosiy tayanchidir. Shuning uchun bugunoq hujjatlaringizni ko'rib chiqing. Mehnat daftarchangizni tekshiring. Bank kartangiz muddati va SMS xabar raqamini aniqlang. Agar pensiyangiz kam hisoblangan deb o'ylasangiz, rasmiy murojaat qiling. Agar oilangizda pensioner bo'lsa, bu ishni yolg'iz o'ziga tashlab qo'ymang. Izohlarda yozing. Sizda pensiya hisob-kitob, bank kartasi, arxiv hujjati yoki qo'shimcha to'lovlar bo'yicha muammo bo'lganmi? Qaysi masala sizni ko'proq qiynayapti? Fikringizni yozsangiz, keyingi videolarda eng dolzarb savollarga alohida javob beraman. Videoni like bilan qo'llab-quvvatlang, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni pensioner yaqinlaringizga albatta yuboring.